Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi obzorimizda mototsikl Minsk mototsikl bo'ladi. Mototsiklimizni hamma zapchast tozadan qo'yilgan, balonlari toza. Motorning ichidagi zapchastlar ham hammasi tozadan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek. Mototsiklimizning montajlari ham noldan ishlangan. Mototsikl remontlanishina gap yo'q. Mototsikllar obkatga aziz yurtdoshlar. Pоворот, дальний ближний, signal hammasi ishlab turibdi aziz yurtdoshlar. Kimga shunday yaxshi remontlangan Minsk mototsikl kerak bo'ladigan bo'lsa telefonlashaverasizlar. Telefon nomerimizga keladigan bo'lsak 97lik 562 18 84. Mototsiklimiz narxina keladigan bo'lsak, narxi 6 milyon 200 ming so'm kelishib beriladi aziz yurtdoshlar. 6 milyon 200 degan bilan 6 milyon 200 emas, kelishib beriladi. Telefonlashaveringlar. Mototsikl hali obkatki. Shuni aytib remontlab ham beramiz aziz yurtdoshlar. Kimga shunday yaxshi mototsikl kerak bo'ladigan bo'lsa, yana shu mototsikl olaman deb niyat etib yurgan do'stlarimizga tashlab qo'yasiz aziz yurtdoshlar.